bu jarayonlar ayni paytda izchil davom etmoqda. Mening galdagi suhbatdoshim aynan yangi bozorlik fermer onaxonlarimizdan biri Emsunoy Mateva. Onaxon, bugungi festival muborak bo'lsin. Bu yerga qanday qovunlarni olib keldingiz? Mana har yilgiday bu yil ham qovun festivalida ishtirok qilyapmiz. Qovunlarimizning 8 xil navini olib keldik. Asosan gurvak navi, nargilobi, bo'rikalla, suyunchi, ko'kcha, shunga o'xshash qovun navlarini olib keldik. Aynan mana o'zingizning faoliyatingiz xususida ham ma'lumot bersangiz, necha gektarda bu yil qovun yetishtiryapsiz? Men qariyb 50 yildirki qovunchilik bilan shug'ullanamiz. Avvalan ota-bobolarimiz yetishtirib kelgan, keyin mana bizlar ularning ishlarini davom qildirib, har yil shu 6 gektar, 5 gektar yerga qovunchilik bilan shug'ullanamiz. Bu yil ham 5 gektar yerga Xorazmning yo'qolib borayotgan asosan gurvak navini urug'ini qadadik va hozirda mo'l hosil olishga erishdik. Biz mana yosh ulug' insonlar va mutaxassislardan eshitishimizcha, Xorazm qovunchiligi bir paytlari tanazzulga yuz tutgan davrlar ham bo'ldi. Shaxsan davlat rahbarining Xorazm qovunchiligiga, umuman qishloq xo'jaligiga bergan e'tibori qolaversa, sohadagi muhim islohotlar tufayli bu jarayonlar unutildi va bugun Xorazm qovunlari dovrug'i yanada yuksaldi desak adashmaymiz. Shuni o'zingiz faoliyatingiz misolida bir tahlil qilib bersangiz. Oldin qanday bo'lgan? Masalan 2002, 2003, 2005 yillarda qovun peshasi sababli Xorazmda asosan qovunchilik yo'qolib bordi. Yo'qolib borish darajasini yetib qoldi. Keyin biz dehqonlar izlab, ularning qanday qilsak uni yetishtirib bilamiz, peshidan saqlab bilamiz, ularni izlab topib, shularga qarshi kurashib, mana hozirda yaxshi natijalarga erishdik. Asosan Xorazm uchun eng shirin bo'ladigan gurvat navi bizlar Yangi bozor tumanida daryamiz yaqin, bu Amu daryamiz yaqin bo'lganligi sababli bizlar ekkandan toki hozirgacha ularni o'ta shir. Yildan yilga tajribalar aslida oshib boryapti va hududda hokimligi vakillarining biri hisoblanadi. Feruza opa, marhamat. Bayram muborak bo'lsin. Mana guvohi